Assalomu alaykum. Sizlar bilan Sabiraya. Men hozirgi kunda Qarshi davlat texnika universitetida o'qituvchi sifatida, lekin asl faoliyat yo'limda nur bilimlarini o'tkazuvchi sifatida faoliyat yuritaman. O'zimni va borliqni anglashga bo'lgan ichki intilishim taxminan 6-7 yoshimda boshlangan. O'sha davrda nimanidir yodga olishga harakat qilayotgan qizaloq, lekin xotirasida nimadir yo'qolgandek o'zini noqulay his qiladigan qizaloq edim. Har bir savolga doim javob izlardim. Esimda doim yaqinlarimdan nega biz yaraldik, asl yaralishimizdan ma'no nima? Xo'p, biz yaralimiz, unda nega o'lamiz, bu yerda ma'no qayerda degan savollar bilan boshini qotirardim. Lekin javoblar har doim meni qoniqtirmasdi. 7-8 yoshlarimda bir voqea hayotimni o'zgartirdi. Har doim kech bo'lishi bilan darvoza yonida qanaqadir sharpa bordek tuyulardi. Doim qo'rqib uyga kirib ketardim va bir kuni men bu qo'rquv orqali ortiq yashay olmasligimni his qildim va bu qo'rquvdan xalos bo'lgim keldi. Tun qorong'usida hovliga chiqdim. Hech kim yo'q. Darvozagacha 20 metrcha masofa. Kichkina jajji qizaloq butun vujudi shu qadar jimirlab ketganki, qo'rquvdan yuragi tez-tez urardi. Lekin o'sha darvoza yonigacha borishga qaror qildim. Darvoza yoniga borib ko'rdimki, bu sharpa emas, shunchaki daraxtning soyasi ekan va o'shanda angladim. Nahotki o'z ongim qo'rquv asosida asl haqiqatni buzib ko'rsatayotgan bo'lsa va har doim haqiqat deb o'ylagan narsa aslida yangilish bo'lishi mumkinligini. Ichimda darvoza yonida sharpa turibdi va bundan qo'rqishing kerak degan ovoz aslida sarobiy ovozligini. Va o'ylab qoldim, bundan keyingi hayotimda endi qanday farqlay olaman asl haqiqat ovozi bilan ichimdagi sarobiy ovozni. Hozir bu yerga kelib ko'rib bildimki, bu aslida oddiy daraxt soyasi ekanligini. Lekin ba'zi bir jarayonlar bor, u yerga ko'rish imkoni bo'lmagan. O'sha paytda qanday bilaman asl haqiqatni degan og'ir savol jajjigina qizaloqni yelkasiga yuk bo'ldi. Bilasizmi, bu savollarga javob topa olmasdim na maktabda, na diniy saboqlar orqali. Bu kabi savollar meni fizika faniga kirishimga turtki bo'ldi, ya'ni fizika fanida borliq qonuniyatlar haqida yanada chuqurroq o'rganishni boshladim. Va bu izlanishlarim natijasida aynan bu yo'nalishda bakalavr, magistratura bosqichlarini yakunladim. Lekin baribir javob yo'q. Juda ham asabiy holatda yurardim, chunki ichimda savollar ko'p. Bu savollarga javobni na maktabda, na universitetda ololdim. Izlayotganim javobsiz edi. Juda ko'p kitob o'qirdim, lekin kitobda o'qiganlarim hech qachon ko'nglimni to'ldirmasdi. Va o'shanda yoshligimda, maktab davrida yodimda yaratuvchidan asl haqiqat ovozini eshita olay, asl ilmni ochib ber deb doim so'rardim. To'g'risi o'sha paytda asl ilm nima, asl haqiqat nima, buni bilmaganman. Lekin aynan shunaqa so'rashim kerakligi haqida ichki ovozimni eshitganman. Bu kabi savollarga javob ololmaganimda va bu kabi savollar ichimda shu qadar ko'p ediki, shuning uchun yerdagi ko'ngilochar narsalar, to'ylar, tadbirlar yoki maktab davrida qizlar yigitlar o'rtasida o'tish davrida bo'ladigan sevgi o'yinlari men uchun erish tuyulardi. Chunki men hal qilishim kerak bo'lgan, men yechishim kerak bo'lgan narsa juda katta edi. Bir kuni Adam Jeksonning kitobi qo'limga tushib qoldi. Bu taxminan 19 yoshlarimda. Bilasizmi, bu kitobni o'qiganimda ilk marotaba men izlayotgan asl haqiqatni bir uchquni paydo bo'ldi. Ya'ni men nimanidir izlayapman va bu izlayotganim aslida to'g'ri ekanligini angladim. Bilasizmi, eng og'riqli narsa nima?
bu nimanidir doim qidirasiz, izlaysiz. Lekin nimani qidirayotganingizni, nimani izlayotganligingizni bilmaysiz. Va aynan bu noaniqlik hisda yashash bu juda og'riqli. 2019-yilda, ya'ni 24 yillik izlanishdan so'ng men qidirgan, men izlagan asl ilmlar menga ochilishni boshladi. Bu ilmlar yerdagi ustozlarim, o'tkazguvchilarim tomonidan va yuqori olam ustozlari, samoviy ustozlarim orqali menga bu ilmlarning asl manbalari birin-ketin ochilishni boshladi. Va hozirgi kungacha to'xtovsiz bu ilmlar, asl haqiqat, asl ilmlar ochib berilyapti har kuni, har soatda. Va ko'rdimki, bu ilm aslida islomda ham borligini, ammo bu ilm faqat chuqur anglay olganlar uchun tasavvuf ilmida, sufiylar uchun ochiq ekanligini. Va shu anda bir narsani aytmoqchiman. Siz toki so'ramas ekansiz, men uchun asl haqiqat ochib berilinsin. Men o'rganayotgan ilmlarni aslligi ochib berilinsin, asl ilmlar ochib berilinsin, asl ma'no ochib berilinsin deb so'ramas ekansiz, shu paytgacha o'rgangan, bilgan narsalaringiz bularning hammasi sarob. Siz faqat aslligini so'rash boshlaganingizdan keyin ochiladigan ilmlar, ochiladigan vaziyatlar bu haqiqiy asllik hisoblanadi. Va o'sha davrdan boshlab men savollarimga javob topa oldim va bu orqali o'z hayotimni o'zgartira oldim va hayotimning sifati o'zgarishni boshladi. Endi menda javob bor edi va atrofimda shunaqa insonlar paydo bo'lishni boshladi. Men o'tgan yo'ldan endi o'tayotgan yoki ularda ham bu savollar uyg'ongan insonlar paydo bo'lishni boshladi va birin-ketin ularga bu savollariga javob bera boshladim. Chunki men ulardan avval bu yo'lni bosib o'tgandim. Va bu turtki, bu mendagi ishtiyoq meni psixolog sifatida faoliyat yuritishimga sababchi bo'ldi. Bilasizmi, bu sohada ishlash juda chuqur energetik jarayon. Aynan ezoterik nur o'tkazuvchi master sifatida ishlash. Chunki bizning sohamizda faoliyat yuritgan har bir nur masteri biladiki, har bir mijoz bizga murojaat qilishdan oldin biz avval u his qilgan og'riqni o'zimizning tanamizda, hislarimizda yashab o'tamiz. Bu faoliyatni boshlagan damlarimda aynan menda bu hislar juda ko'p, tez-tez uchrardi. Masalan, kimdir hozir qaysidir viloyatda, qaysidir joyda xiyonat og'rig'ini boshdan kechirayotgan biror ayol yo erkak bo'lsa, u menga bu vaziyatni yechimini topish uchun murojaat qilishdan avval men birinchi navbatda bu og'riqni o'z tanamda va hislarimda yashab o'taman. Va u olgan ilmlarim, o'zimdagi praktikalar orqali o'zimni bu hislardan qutqarishim va bu vaziyatni sevgida yakunlashim kerak bo'ladi. Men o'zim bu ilmlar orqali o'zimga yordam berib bu vaziyatdan chiqa olganimdan so'ng yoki o'zimning kuchim yetmasa, ustozlarimdan yordam olib bu vaziyatdan chiqqanimdan so'nggina aynan bu vaziyat bo'yicha menga mijozlar murojaat qilishni boshlaydi. Ko'ryapsizmi, bu sohani naqadar qiyin tomoni ham bor, bu soha naqadar ilohiyligi ham. U haqiqiy yechimni oladi bu vaziyatda. Shuning uchun menda birorta og'riqli hislar boshlanganda bilamanki, har doim qaysidir joyda qaysidir inson hozir bu bosqichdan o'tyapti va uning savoliga yechimni men o'zim orqali yashab o'tyapman. Bu ezoterika sohasida psixolog sifatida faoliyat yuritayotgan har bir nur o'tkazuvchi bu bosqichdan o'tadi. Bilasizmi, dastlab men bu hislardan chiqishim uchun oylar vaqt ketardi, oylab to'xtovsiz ustimda ishlardim va oxirida yechim olardim. Lekin hozirgi chastotalarimda menga oylar shart emas, hozir soatlar ichida buni yecha olaman, balki daqiqalar.
Ko'pchilikda bu uy-xayol bor. Bu sohada ishlayotgan har bir nurmasterining asl maqsadi pul topish. Bilasizmi, agar biz bu sohada o'rgangan ilmimizni, bu sohada mijozlar uchun ketkazayotgan kuchimizni, energiyamizni rostakam pul topish uchun yo'naltirganimizda biz allaqachon haqiqiy millioner, balki milliarder bo'lgan bo'lardik. Lekin bu ilmlarni biz o'tkazguvchi sifatida faqat insonlarni uyg'onishiga ishlatishimiz kerak. Ya'ni biz asl missiyamiz bu yerda milliarder, millionerga aylanish emas. Bu ilmlarni nur yo'lida insonlarni uyg'otish uchun yetkazib berish va moddiylik ham shu qatorda o'zidan o'zi kirib kelishni boshlaydi bu orqali. Bugungi kundagi faoliyatim, berayotgan maslahatlarim nafsdan emas, yuqori olamdan ilhom olgan holatda bo'lmoqda. Chunki men tanlov qilganman va har doim bu tanlovni o'zimga eslataman. Bilasizmi, bu tanlovim qanaqa? Hayotimda sodir bo'ladigan har bir vaziyat faqatgina yagona yaratuvchining rejasi asosida. Men o'zim orqali o'tkazayotgan ilmlar bu faqat mening ilohiy ruhimning hislari u orqali bo'lsin. Ya'ni meni ichimdagi nafsim orqali yoki hayvonot olamidagi mavjudotlar energiyasi asosida emas. Men orqali o'tkazayotgan har bir ilm ilohiy niyat asosida bo'lsin. Men bilaman, biz bu olamda hammamiz o'tkazguvchimiz yoki pastki olam mavjudotlarini energiyasini o'zimizdan o'tkazamiz yoki yuqori olam energiyasini o'zimizdan o'tkazamiz. Men bilan yuqori olam muloqot jarayonimizda shunaqa asl ilmlar beriladiki, bilasizmi, bir lahzada butun tarixni ochib berishadi. Asl ma'noni ochib berishadi va bu jarayonda menda faqat baxt ko'z yoshlari bo'ladi. Yerdagi vaqtda bir lahza o'tadi, lekin siz bir lahzada butun haqiqatni, butun tarixni anglay olasiz. To'g'ri, ba'zida uyg'onish yo'li og'riqli hislar orqali bo'ladi. Har bir og'riqdan keyin yangi ilmlar ochiladi. Bu izlanishlar faqat bilim emas, balki jonimdan, qalbimdan o'tgan tajribalar edi. Endi esa men o'zim orqali o'tgan bu asl ilmlarni boshqalar bilan bo'lishmoqdaman. Men hozir ichimdagi asl haqiqat ovozini va sarobiy programmalar ovozini farqlashni bilaman. Bu esa 23 yil avval o'sha qizaloq bilishga intilgan xohish edi. Men xohlaymanki, har bir insonni ichida, uning taxtida pastki olam mavjudotlari emas, bu taxtga ilohiy ruh, asl sevgi o'tirsin. Va har bir vaziyatda asllik, asl haqiqat, asl ilm, asl sevgi, asl hissiyotlar namoyon bo'lsin. Bu olamda biz doim nimanidir o'tkazamiz. Siz tanlang, har doim tanlang yuqori olam sevgi, nur chastotalarini o'zingizdan o'tkazishga va pastki olam hayvonot mavjudotlari sizga hukmronlik qilishiga